Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati izchil amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus doirasida, ayniqsa mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularni sportga jalb qilish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Ulardan biri an'anaviy davlat xavfsizlik xizmati rahbari kubogi musobaqasidir. Ushbu musobaqa viloyatimizning Muzrabot tumanida ham tashkil etildi. Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati izchil amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus doirasida, ayniqsa mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularni sportga jalb qilish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida ham mahalla yoshlari o'rtasida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati kubogi futbol musobaqasining tantanali yopilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu musobaqamizda asosan Muzrabot tumani bo'yicha 3000 dan ziyod yoshlarimiz jalb qilindi va hamda Muzrabot tumani Nurli hayot mahallasi qizlar o'rtasida mini futbol bo'yicha 1-o'rinni hamda Nurli hayot mahallasi futbol bo'yicha o'g'il bolalar o'rtasida 3-o'rinni egallashdi. Bunda hozir yoshlarimiz juda xush kayfiyatda mana shu tadbirni qarshilab olishdi. Hozirda yoshlarimiz kelajakda yana ham yuqori marralarga erishadi degan umiddaman. Mazkur tadbir Davlat xavfsizlik xizmati Muzrabot tuman bo'linmasi, Yoshlar ishlari agentligi, tuman hokimligi va sport maktabi hamkorligida tashkil etildi. Unda tuman rahbariyati, huquq-tartibot idoralari vakillari, sport mutaxassislari, ota-onalar va yuzlab yoshlar ishtirok etishdi. Aprel-may oylarida butun respublika bo'ylab xavfsizlik kubogining mahalla hamda sektor bosqichlari o'tkazilib, may oxiri yakunida tuman bosqichi ham o'tkazildi hamda g'oliblar aniqlab olindi. Bugungi kunda Muzrabot tumanida Davlat xavfsizlik kubogi doirasida o'tkazilgan futbol hamda mini futbol, qizlar o'rtasidagi mini futbol musobaqalarining g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tmoqda. Yoshlarimizdan viloyat bosqichlar, respublika bosqichlarida ham ulkan natijalar kutib qolamiz. Futbol musobaqasi 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar o'rtasida o'tkazildi. Qizlar o'rtasidagi mini futbol yo'nalishida 3-sektor qizlardan tashkil topgan jamoa g'oliblikni qo'lga kiritgan bo'lsa, xuddi shu yo'nalishning o'g'il bolalar o'rtasidagi bahslarda g'alaba Gulobod mahallasi nomini himoya qilgan yoshlar jamoasiga nasib etdi. Asosiy futbol bahslarida esa Muzrabot Darvoza mahallasi yoshlari jamoasi yetakchilikni qo'ldan boy bermadi. G'oliblar aniqlandi. Biz o'zaro mahallalar bo'yicha bellashib Nurli hayot mahallasi 1-o'rinni oldik va biz bu Davlat xavfsizlik xizmati kubogi uchun 2 yildan beri mini futbol turi bo'yicha to'p suramiz. Biz davlatimizning rahbariga katta rahmat aytamiz. Biz uchun shunday keng ko'lamli sharoitlar yaratib, biz uchun shunaqangi musobaqalar tashkillashtirgani uchun. Bu an'anaviy musobaqada bu anchadan beri bo'lib kelayotgan musobaqa. Ushbu musobaqada men hakamlik qilgan bo'lsam, kuchli jamoalar juda kuchli o'ynashdi. Kimgadir omad yetmadi, kimgadir vaqt yetmadi. Qilgan mehnatini mevasini oldi. Mana taqdirlash marosimlarini ko'ryapsizlar. Tashkilotchilarga rahmat aytish kerak. Yoshlar mana bunaqa tadbirlar ko'p bo'laversin. Musobaqa g'oliblari hamda mazkur qizg'in bellashuvlarda hakamlik qilgan murabbiylar tashkilotchilar tomonidan diplom, medal va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Birinchilikni qo'lga kiritgan ishtirokchilarga esa Davlat xavfsizlik xizmati ko'chma kubogi topshirildi. Bu narsalar yoshlarni yana sportga qiziqishini orttiradi. Ularni vatanga muhabbatini orttiradi. Bunaqa tadbirlar ko'p batalab o'tkazib boradi, xohlasa. Mana bugungi tadbirdan butun Muzrabotliklar xursand. Ayniqsa yoshlarimiz. Mana bir qarasangiz tadbirga yoshlarning quvonchi, mana bugun mana kanikullar boshlanish arafasida hamma balkonlar, hamma joy to'la. Hamma joy yoshlar. Doim mana shu yurtimiz tinch bo'lsin, yurtimiz omon bo'lsin. Shuningdek, paralimpiya sportining yengil atletika yo'nalishi bo'yicha respublika bosqichida faxrli 2-o'rinni olganligi uchun Mehrigiyoh mahallasidan 2-guruh nogironi Kamola Allaberdiyevaga Yoshlar ishlari agentligi Muzrabot tuman bo'limi tomonidan yugurish yo'lakchasi topshirildi. Tadbirning badiiy qismida esa tuman sport maktabi gimnastikachilari chiqishlari, tuman san'atkorlari va xalqini sevgan san'atkor Sevinch Ismoilova ijrosidagi kuy-qo'shiqlar barchaga unutilmas lahzalarni hadya etdi. Bugungi musobaqalar nafaqat sportga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi, balki yoshlarga o'z iste'dodini namoyon etish, do'stlik va birdamlik ruhi bilan yashash imkonini ham beradi. Bunday tadbirlar esa sog'lom avlod, kuchli kelajak sari tanlangan muhim qadamlardan biri desak adashmagan bo'lamiz.